Bugun men siz bilan avgust oyidagi eng muhim pensiya masalasini juda aniq va sodda tilda muhokama qilaman. Bu mavzu faqat hozir pensiya olayotganlarga emas, yaqin yillarda pensiyaga chiqadiganlarga. Ota-onasi yoki bobo-buvisi pensiya oladigan oilalarga ham bevosita taalluqli. Chunki bitta noto'g'ri tushuncha, bitta topshirilmagan hujjat yoki bitta e'tiborsiz qoldirilgan ariza odamning har oy oladigan puliga ta'sir qilishi mumkin. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring. Men bugun nima o'zgargani, kimlar xavotir olish kerakligi, kimlar xotirjam bo'lish mumkinligi, qaysi holatlarda pensiya qayta hisoblanishi, qaysi holatlarda esa hech narsa o'zgarmasligi haqida batafsil gapiraman. Kanalga hoziroq obuna bo'ling, videoga like bosing, chunki bunday ma'lumotni vaqtida bilgan odam yutadi. Kechikkan odam esa ko'pincha navbat. Hujjat va yo'qotilgan pul bilan yuzma-yuz qoladi. Muammoning markazi shundaki, avgust oyida pensiya tizimi atrofida odatda bir nechta savol keskinlashadi. Odamlar pensiyam oshadimi? Qayta hisob-kitob bo'ladimi? Ishlayotgan pensionerlar uchun alohida tartib bormi? Stajim qo'shilmagan bo'lsa nima qilaman? Bank kartamga pul kech tutsa kimga murojaat qilaman? Degan savollar bilan qoladi. Eng katta intriga ham aynan shu yerda. Hamma oshirishni kutadi, lekin hamma ham oshiriladigan to'yfaga kirmasligi mumkin. Ba'zi odamlar uchun o'zgarish darhol seziladi, ayrimlar uchun esa faqat hujjat tekshirilgandan keyin natija bo'ladi. Yana bir guruh odamlar esa meniki ham oshadi deb o'ylaydi. Aslida ularning pensiyasi allaqachon maksimal hisoblangan yoki qayta ko'rish uchun asos yo'q bo'ladi. Avval qanday edi? Oldin ko'pchilik pensiya masalasiga bir marta murojaat qilinadigan ish deb qarardi. Ya'ni odam pensiyaga chiqadi, hujjatlarini topshiradi, miqdori belgilanadi va shu bilan ish tugaydi deb o'ylardi. Lekin amalda pensiya tirik hisob-kitob. Nega? Chunki odamning staji to'liq kiritilmagan bo'lishi mumkin. Ish haqi to'g'risidagi ma'lumot noto'g'ri yoki to'liq bo'lmasligi mumkin. Arxivdan keladigan hujjat keyinroq topilishi mumkin. Qonunchilikdagi indeksatsiya yoki bazaviy miqdorlar o'zgarishi mumkin. Ijtimoiy toifalar bo'yicha qo'shimcha huquqlar paydo bo'lishi mumkin. Demak, pensiya tayinlanganidan keyin ham uni tekshirtirish va zarur bo'lsa qayta hisoblatish mumkin bo'lgan holatlar mavjud. Hozir nima o'zgardi? Eng avvalo, fuqarolarning o'zi faol bo'lishi zarurati kuchaydi. Raqamlashtirish bo'layotgani yaxshi, lekin barcha eski mehnat daftarshalari, arxiv ma'lumotlari, sobiq korxonalar haqidagi ish haqi hujjatlari avtomatik tarzda mukammal ko'rinishda tizimda turibdi deb o'ylash xato. Ayniqsa 1990-yillar, 2000 yillarning boshidagi ish joylari, tugatilgan korxonalar, kolxoz, shirkat, zavod, qurilish tashkiloti, kichik xususiy korxonalarda ishlagan davrlar bo'yicha muammolar ko'p uchraydi. Mana avgustdagi asosiy pensiya intrigasi ham shunda. Odam kutayotgan oshish yoki qayta hisob-kitob ko'pincha uning hujjatlarida hamma narsa to'g'ri aks etgan, aks etmaganiga bog'liq. Men buni ekspert sifatida oddiy misolda tushuntiraman. Tasavvur qiling, bir ayol 30 yil ishlaganman deb biladi. U mehnat daftarchasini ko'rsatadi, lekin tizimda 25 yil staj ko'rinadi. Farq 5 yil. Bu 5 yil ba'zi holatlarda pensiya miqdoriga ta'sir qilishi mumkin. Agar o'sha davrdagi ish haqi ham yaxshi bo'lgan bo'lsa, qayta hisob-kitob natijasida oyma-oy to'lov oshishi ehtimoli bor. Lekin agar hujjat yo'q, korxona tugatilgan, arxivda ma'lumot topilmagan bo'lsa, masala murakkablashadi. Shunda guvohlar, sud tartibi, arxiv so'rovlari kabi yo'llar kerak bo'lishi mumkin. Ko'pchilik aynan mana shu bosqichda to'xtab qoladi. Kimlar birinchi navbatda e'tiborli bo'lishi kerak? Birinchi guruh pensiyaga yangi chiqayotganlar. Siz eng katta xatoni pensiya tayinlash paytida qilishingiz mumkin. Chunki boshlang'ich hisob noto'g'ri bo'lsa, keyingi oylar ham shu asosda ketadi. Masalan, erkak kishi 60 yoshga to'ldi, 33 yil ishlagan. Lekin faqat 27 yil tizimda aks etdi. U mayli keyin to'g'lataman deb pensiyani rasmiylashtirib yubordi. Keyin hujjat yig'ish, arxivga borish, eski ish joyini qidirish boshlandi. Bu mumkin, lekin vaqt ketadi. Shu vaqt ichida u pastroq miqdorda pensiya olishi ehtimoli bor. Shuning uchun pensiyaga chiqishdan oldin kamida bir necha oy avval stajingizni, ish haqi ma'lumotlaringizni, mehnat daftarchangizdagi yozuvlarni tekshirtiring. Ikkinchi guruh hozir pensiya olib, lekin pensiyasi nimagadir juda kam deb o'ylaydiganlar. Men ko'p uchratgan holat shunday. Odam 35 yil ishlagan, lekin pensiyasi qo'shninikidan ancha kam. Darrov adolatsizlik deb xulosa qilish kerak emas. Sabablar turlicha bo'ladi. Qo'shningizning ish haqi bazasi yuqoriroq bo'lgan bo'lishi mumkin. Unda imtiyozli staj bo'lishi mumkin.
u zararli mehnat sharoitida ishlagan bo'lishi mumkin. Uning hujjatlarida barcha davlat to'liq kiritilgan bo'lishi mumkin. Sizda esa 6 yil staj hisobga olinmagan yoki ish haqi ma'lumotlari minimal ko'rsatkich bilan olingan bo'lishi mumkin. Demak, solishtirishdan oldin o'z hujjatingizni tekshirish kerak. 3-guruh ishlayotgan pensionerlar. Ko'pchilik men pensiyaga chiqdim, lekin ishlashda davom etyapman. Demak, pensiyam har yili avtomatik oshadi deb o'ylaydi. Bu har doim ham to'g'ri emas. Ishlayotgan pensionerning keyingi staji, badallari, daromadi qaysi tartibda hisobga olinishi qonunchilik va amaldagi tartiblarga bog'liq. Ayrim holatlarda qayta hisoblash uchun murojaat qilish kerak bo'ladi. Ayrim holatlarda esa avtomatik ma'lumot almashinuv yetarli bo'lishi mumkin. Lekin men doim shuni maslahat beraman. Avtomatik bo'lsa kerak degan taxmin bilan yashamang. Tizimda nima aks etganini tekshiring. Ish beruvchingiz sizni rasmiy ko'rsatganmi? Ish haqi bo'yicha ma'lumotlar topshirilganmi? Soliq va ijtimoiy ma'lumotlar to'g'rimi? Shularni aniqlang. 4-guruh boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi, nogironlik pensiyasi yoki ijtimoiy nafaqa oluvchilar. Bu toifalarda ham avgust oyidagi savollar ko'payadi. Chunki o'quv yili yaqinlashadi. Farzandlar ta'lim muassasasiga kiradi yoki o'qishni davom ettiradi. Nogironlik guruhi bo'yicha qayta ko'rik sanalari keladi. Bank kartalari muddati tugaydi. Yashash joyi o'zgaradi. Masalan, boquvchisini yo'qotganlik pensiyasini olayotgan talaba o'qishni davom ettirayotganini tasdiqlovchi ma'lumotni vaqtida taqdim etmasa, to'lovlar bo'yicha savollar paydo bo'lishi mumkin. Nogironlik guruhi qayta ko'rikdan o'tmagan bo'lsa, to'lovda tanaffus bo'lishi mumkin. Bu odamlar uchun muammo pensiya miqdorida emas, huquqning uzluksiz tasdiqlanishida bo'ladi. Endi raqamli misollarga o'tamiz. Birinchi misol, Akmal aka 6 yoshda 34 yil mehnat staji bor deb o'ylaydi. U 1905 yildan 1982 yilgacha zavodda, 1982 yildan 1993 yildan 2010 yilgacha xususiy korxonada, 2010 yildan 2025 yilgacha kommunal xizmat tashkilotida ishlagan. Pensiya hisobida zavod davrining 10 yili to'liq chiqdi. Kommunal xizmat davri ham chiqdi. Lekin xususiy korxonadagi 12 yilning faqat 7 yili ko'rindi. Nima uchun? Chunki korxona bir necha marta nomini o'zgartirgan, ayrim yillarda ish haqi ma'lumotlari topshirilmagan, mehnat daftarchasidagi muhr noaniq. Akmal aka agar shu holatda indamay pensiyaga chiqsa, staj 5 yil kam ko'rinishi mumkin. U nima qilish kerak? Korxonaning huquqiy vorisini topishi, arxivga so'rov berishi, mehnat shartnomasi, buyruq nusxalari, ish haqi vedomoslari bo'lsa, yig'ishi kerak. Agar bular topilsa, pensiya qayta ko'riladi. Agar topilmasa, masala boshqa dalillar orqali hal etilishi mumkin. Ikkinchi misol, Dilbar opa 6 yoshda uzoq yillar maktabda ishlagan. U tug'ruq ta'tillari va bola parvarishi davrlari stajga qanday ta'sir qilishini tushunmayapti. Bu yerda nozik jihat bor. Har bir davr alohida baholanadi. Hammasi bir xil qo'shilavermaydi. Qonunchilikda belgilangan chegaralar va shartlar bo'ladi. Dilbar opaning mehnat daftarchasi to'g'ri, lekin ayrim buyruqlar eski maktab arxivida qolgan. Agar u hujjatlarni oldindan tayyorlasa, pensiya tayinlashda kamroq muammoga duch keladi. Agar maktabda ishlaganman-ku, hammasi ko'rinadi deb o'ylasa, keyin arxiv izlashga to'g'ri keladi. 3-misol, Bahrom aka allaqachon pensiya oladi. Lekin 3 yildan beri rasmiy ishlayapti. U har oy ish haqi oladi, soliq ushlanadi, lekin pensiyasi o'zgarmagan. Bu holatda u birinchi navbatda ish beruvchisidan rasmiy bandlik va daromad ma'lumotlari to'g'ri topshirilganini aniqlashi kerak. Keyin pensiya organiga murojaat qilib, ishlagan davrlari qayta hisobga olinishi mumkinmi? Qaysi sanadan? Qanday tartibda ko'rib chiqilishini so'rashi kerak. Ba'zan odam 3 yil ishladim, demak pensiyam katta oshadi deb kutadi. Lekin real ta'sir kichik bo'lishi ham mumkin. Nega? Chunki pensiya formulasi faqat qo'shimcha stajga emas, avvalgi hisobga, daromad bazasiga, belgilangan cheklovlarga va boshqa omillarga bog'liq. 4-misol, Saodat opa bo'g'uvchisini yo'qotganlik pensiyasini farzandi uchun oladi. Farzandi kollej yoki universitetga o'qishga kirgan. Avgust oyida eng muhim vazifa nima? Ta'lim muassasasidan o'qish haqidagi ma'lumotni vaqtida olish, pensiya organiga yoki tegishli tizim orqali taqdim etish, bola haqiqatan o'qiyotganini tasdiqlash. Agar bu ish kechiksa, to'lovlarda vaqtinchalik to'xtash, keyin qayta tiklash, ortiqcha ovoragarchilik bo'lishi mumkin. Shuning uchun o'qishga kirish masalasi hal bo'lgan zahoti hujjatlarni tayyorlash kerak. Kimlar xavotir olmasligi mumkin? Agar sizning pensiyangiz yaqinda tayinlangan bo'lsa, barcha staj va ish haqi ma'lumotlari tekshirilgan bo'lsa,
Sizda qo'shimcha topilmagan davrlar yo'q bo'lsa, bank kartangiz ishlayotgan bo'lsa, yashash joyingiz o'zgarmagan bo'lsa, nogironlik yoki boquvchisini yo'qotganlik bo'yicha qo'shimcha tasdiqlash muddati kelmagan bo'lsa, ortiqcha vahimaga tushmang. Lekin bu umuman tekshirmang degani emas. Men hech bo'lmasa yiliga bir marta pensiya hujjatlaringiz holatini ko'rib chiqishni tavsiya qilaman. Odam sog'lig'i uchun profilaktika ko'rigidan o'tgani kabi pensiya bo'yicha ham profilaktik tekshiruv kerak. Endi istisnolar, tuzoqlar va ko'pchilik ko'rmaydigan nozik jihatlarga o'tamiz. Birinchi tuzoq hammaniki oshadi degan gap. Bunday umumiy gaplarga ehtiyot bo'ling. Pensiya oshishi bir necha turda bo'lishi mumkin. Umumiy indeksatsiya bo'lishi mumkin. Minimal miqdorlar bo'yicha o'zgarish bo'lishi mumkin. Ayrim toifalar uchun qo'shimcha bo'lishi mumkin. Qayta hisoblash natijasidagi individual oshish bo'lishi mumkin. Agar kimdir sizga avgustda hammaniki falon foiz oshadi desa, albatta rasmiy manbani so'rang. Foiz sana toifa va tartib aniq bo'lmasa, bu gap ko'pincha mish-mish bo'ladi dedi. Qo'shnimga qo'shilgan. Menga ham qo'shilish kerak degan yondashuv. Pensiya juda individual hisoblanadi. Ikki odam bir xil yoshda bo'lishi mumkin, bir mahallada yashashi mumkin, hatto bir korxonada ishlagan bo'lishi ham mumkin. Lekin ularning pensiyasi farq qiladi. Sababi bir ko'proq rasmiy maosh olgan, bir yarim stavkada ishlagan, birda arxiv ma'lumotlari to'liq, boshqasida yo'q. Birda imtiyozli davrlar bor, boshqasida yo'q. Shuning uchun pensiya masalasida eng to'g'ri yo'l boshqaning raqamiga qarab xafa bo'lish emas, o'z hisob kitobingizni tekshirtirish. Uchinchi tuzoq. Mehnat daftarchasidagi har bir yozuv avtomatik ravishda stajga o'tadi deb o'ylash. Mehnat daftarchasi juda muhim hujjat, lekin undagi yozuv aniq, muhr va imzo tushunarli, ishga kirish, ish va ishdan bo'shash buyruqlari to'g'ri ko'rsatilgan bo'lishi kerak. Agar yozuvda tuzatishlar o'chirilgan joylar boshqa rangdagi siyoh. Mursiz yozuv, sana xatolar bo'lsa, qo'shimcha tasdiq talab qilinishi mumkin. Ayniqsa eski davrlar bo'yicha ishlaganman, hamma biladi degan dalilning o'zi yetarli bo'lmaydi. Rasmiy hujjat kerak. 4-tuzoq. Bank kartasi va to'lov texnik muammolarini pensiya miqdori bilan adashtirish. Ba'zan odam pensiyam kamayibdi deb o'ylaydi. Aslida karta muddati tugagan, bankda texnik kechikish bo'lgan. Hisob raqam o'zgargan yoki to'lov bir necha kunga surilgan bo'ladi. Shuning uchun birinchi qadam bankdan pul tushumi tarixini oling, karta va hisob raqam holatini tekshiring, keyin pensiya organiga murojaat qiling. Agar miqdori haqiqatan kamaygan bo'lsa, sababini yozma ravishda so'rash kerak. 5-nozik jihat, ortiqcha to'langan pensiya. Bu mavzu yoqimsiz, lekin juda muhim. Agar odam biror ma'lumotni vaqtida bermasa, masalan, huquqni tasdiqlovchi holat tugagan bo'lsa-yu, to'lov davom etgan bo'lsa, keyin ortiqcha to'langan summa qaytarilishi talab qilinishi mumkin. Masalan, boquvchisini yo'qotganlik bo'yicha pensiya olayotgan farzand o'qishni to'xtatgan. Lekin bu haqida xabar berilmagan. Bir necha oy to'lov davom etgan. Keyin tekshiruvda holat aniqlansa, ortiqcha olingan pulni qaytarish masalasi chiqadi. Shu sababli har qanday o'zgarishni vaqtida bildirish foydali. Yashash joyi, bank rekvizitlari, o'qish holati, nogironlik guruhi, ishga kirish yoki boshqa muhim ma'lumotlar. 6-nozik jihat, arxiv bilan ishlashni kechiktirmang. Eski korxonalar hujjatlari ba'zan tuman arxivida, ba'zan viloyat arxivida, ba'zan tashkilotning voris korxonasida, ba'zan umuman boshqa idorada saqlanadi. Hujjatni topish bir haftada ham bitishi mumkin, 3 oyga ham cho'zilishi mumkin. Pensiya yoshiga yetganda endi arxiv qidirishni boshlash kech. Ayniqsa avgust oyida ko'pchilik bir vaqtning o'zida murojaat qiladi. Kimdir pensiya, kimdir nafaqa, kimdir o'qish ma'lumoti, kimdir qayta hisoblash. Navbat so'rovlar, javoblar ko'payadi. Oldindan harakat qilgan odam yutadi. Endi amaliy tavsiyalarga o'tamiz. Men sizga aniq qadamlarni beraman. Birinchi qadam, o'zingizning pensiya holatingizni aniqlang. Agar siz pensiya olayotgan bo'lsangiz, oxirgi to'lov miqdorini, qaysi sanada tushganini, oldingi oylar bilan farqini yozib qo'ying. Agar hali pensiyaga chiqmagan bo'lsangiz, barcha ish joylaringiz ro'yxatini tuzing. Qaysi yildan qaysi yilgacha qaysi korxonada qanday lavozimda ishlagansiz? Har bir davr bo'yicha hujjat bormi yo'qmi? Alohida belgilang. Ikkinchi qadam, hujjatlarni yig'ing. Sizga pasport yoki ID karta, mehnat daftarchasi, ish haqi to'g'risidagi ma'lumotnomalar, harbiy xizmatga oid hujjatlar, ta'lim davri bo'yicha kerakli hujjatlar, tug'ruq va bola parvarishi bilan bog'liq hujjatlar, nikoh yoki familiya o'zgargan bo'lsa tasdiqlovchi hujjatlar, nogironlik bo'yicha ma'lumotlar.
boquvchisini yo'qotganlik holatida o'lim guvohnomasi va qarindoshlikni tasdiqlovchi hujjatlar kerak bo'lishi mumkin. Hamma holat bir xil emas, lekin qancha to'liq tayyorgarlik ko'rsangiz, shuncha kam yugurasiz. 3-qadam. Mehnat daftarchangizni diqqat bilan ko'rib chiqing. Ishga qabul qilingan sana bormi? Ishdan bo'shatilgan sana bormi? Buyruq raqamlari yozilganmi? Korxona muhri tushganmi? Familiyangiz, ismingiz, otangizning ismi pasportdagi kabi yozilganmi? Agar bir joyda Karimova o'rniga Karimov yoki tug'ilgan sana noto'g'ri yozilgan bo'lsa, bu mayda xato deb o'ylamang. Ba'zan aynan shunday xatolar tasdiqlashni qiyinlashtiradi. 4-qadam rasmiy so'rov bering. Og'zaki so'rash yaxshi, lekin murakkab masalada yozma murojaat kuchliroq. Pensiya organiga yoki tegishli idoraga ariza yozganda aniq yozing. Mening pensiyamni hisoblashda falon yildan falon yilgacha bo'lgan ish stajim hisobga olingan olinmaganini tekshirib berishingizni so'rayman. Yoki falon korxonadagi ish haqi ma'lumotlarim asosida pensiyamni qayta hisoblash imkoniyatini ko'rib chiqishingizni so'rayman. Arizada telefon raqamingizni, manzilingizni, hujjatlar ro'yxatini ko'rsating. Hujjat topshirganingiz haqida tasdiq oling. 5-qadam. Arxivga so'rov yuboring. Agar eski ish joyingiz tugatilgan bo'lsa, avval tuman yoki shahar arxividan boshlang. Korxona qayerda ro'yxatdan o'tgan bo'lsa, o'sha hudud muhim. Agar u viloyat tashkiloti bo'lgan bo'lsa, viloyat arxiviga murojaat qilish kerak bo'lishi mumkin. So'rovda korxona nomini, taxminiy ishlagan yillaringizni, lavozimingizni, familiyangiz o'sha paytda qanday bo'lganini ko'rsating. Agar korxona nomi o'zgargan bo'lsa, eski va yangi nomlarini yozing. Bu arxiv xodimiga qidirishni osonlashtiradi. 6-qadam, ish beruvchini tekshiring. Agar siz ishlayotgan pensioner bo'lsangiz, kadrlar bo'limidan va buxgalteriyadan rasmiy ma'lumot so'rang. Siz bilan mehnat shartnomasi tuzilganmi? Buyruq bormi? Ish haqi rasmiy o'tkazilyaptimi? Soliq hisobotlarida ko'rsatilganmisiz? Agar siz norasmiy ishlayotgan bo'lsangiz, bu kelajakdagi pensiya hisobiga ham, hozirgi qayta hisob-kitob imkoniyatlariga ham salbiy ta'sir qilishi mumkin. Qo'lga naqd oldim degan maosh pensiya hujjatlarida ko'rinmaydi. 7-qadam. To'lovlar bo'yicha alohida daftar yoki fayl yuriting. Qaysi oyda qancha pensiya tushdi? Qaysi sanada tushdi? Qaysi bank kartasiga tushdi? O'zgarish bo'lsa, nima sabab bo'ldi? Shularni yozib boring. Bu oddiy ko'rinadi. Lekin nizoli vaziyatda juda yordam beradi. Masalan, siz iyulda boshqa miqdor tushgan edi, avgustda kamaydi desangiz, aniq raqam va sana bilan gapirsangiz, murojaatingiz tezroq ko'rib chiqiladi. 8-qadam, mish-mish bilan emas, rasmiy manba bilan ishlang. Mahalla choyxonasi, qo'shnining gapi, ijtimoiy tarmoqdagi noma'lum audio xabar, bir tanishim aytdi degan ma'lumotga suyanib qaror qilmang. Pensiya masalasida xato ma'lumot odamni noto'g'ri idoraga yuboradi. Keraksiz hujjat yig'diradi yoki eng yomoni haqiqiy muddatni o'tkazib yubortiradi. Rasmiy saytlar, davlat xizmatlari markazlari, pensiya organlari, bankning rasmiy aloqa kanallari orqali tekshiring. 9-qadam. Agar javobdan norozi bo'lsangiz, bosqichma-bosqich harakat qiling. Avval yozma tushuntirish oling. Qaysi davr nima sababdan hisobga olinmadi? Qaysi hujjat yetishmayapti? Qaysi norma asosida rad etildi? Shundan keyin qo'shimcha hujjat toping yoki yuqori turuvchi organga murojaat qiling. Agar masala huquqiy bahsga aylansa, yuridik maslahat oling. Lekin hissiyot bilan hammasi noto'g'ri deyishdan foyda kam. Aniq dalil, aniq davr, aniq hujjat, aniq talab bo'lsa, natijaga erishish osonroq. 10-qadam, oilangizdagi keksa insonlarga yordam bering. Ko'p pensionerlar telefonda ariza yuborishni, onlayn xizmatlardan foydalanishni, bank ilovasidan ko'chirma olishni bilmasligi mumkin. Bu ularning aybi emas. Farzandlar, nabiralar, yaqinlar yordam berishi kerak. Ota-onangizning mehnat daftarchasini birga ko'rib chiqing, pensiya tushumlarini tekshiring, karta muddati tugamaganini aniqlang, kerakli hujjatlarni papaga joylang. Ba'zan 1 soatlik yordam keksa odamni bir necha haftalik ovoragarchilikdan qutqaradi. Avgust oyining asosiy pensiya intrigasi shundan iborat. Hamma bir xil yangilik kutadi, lekin har bir odamning natijasi uning shaxsiy hujjatlari, staji daromad ma'lumotlari, toifasi va murojaat faolligiga bog'liq. Kimdir hech narsa qilmasa ham umumiy o'zgarishdan foyda ko'rishi mumkin. Kimdir esa faqat ariza va hujjat orqali o'z haqqini oladi. Yana kimdir xatoni vaqtida ko'rib, keyingi oylardagi yo'qotishning oldini oladi. Men sizga eng muhim fikrni yana bir bor ta'kidlayman. Pensiya masalasida kutib o'tirmang. O'zi qo'shilar, o'zi topishar, o'zi to'g'rilanar degan yo'ldosh xavfli. Davlat tizimlari rivojlanmoqda.
raqamlashtirish kuchaymoqda. Lekin sizning shaxsiy nazoratingiz baribir zarur. Ayniqsa eski ish joylari, arxiv hujjatlari, familiya o'zgarishi, harbiy xizmat, zararli mehnat sharoiti, ishlayotgan pensionerlik va boquvchisini yo'qotganlik holatlarida mayda detal ham katta ahamiyatga ega. Xulosa qilib aytsam, bugungi mavzuning mohiyati oddiy. Avgust oyida pensiya bo'yicha har qanday xabarni eshitganda darhol bu menga taalluqlimi deb so'rang. Keyin o'z toifangizni aniqlang, hujjatlaringizni tekshiring, rasmiy manbadan ma'lumot oling va zarur bo'lsa yozma murojaat qiling. Agar pensiyangiz to'g'ri hisoblangan bo'lsa, xotirjam bo'lasiz. Agar xato borligi aniqlansa, uni tuzatish uchun qo'lingizda aniq yo'l xaritasi bo'ladi. Sizdan iltimos izohlarda yozing. Sizning pensiyangizda yoki yaqinlaringiz pensiyasida avgust oyida qanday savol paydo bo'ldi? Staj hisobga olinmagan holat bo'lganmi? Qayta hisoblashga murojaat qilganmisiz? Tajribangiz boshqalarga foyda berishi mumkin. Agar verilmagan videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu videoni pensiya olayotgan yoki pensiyaga tayyorgarlik ko'rayotgan yaqinlaringizga yuboring. Chunki bu mavzuda vaqtida olingan ma'lumot bevosita oilaning daromadiga ta'sir qiladi.